Diqqat! 1-dekabrdan pensiya va oylik va stipendiyalar o'zgaradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like bosishni unutmang. Batafsil videoda. O'zbekiston qonunchiligida 2025-yil 1-dekabrdan bir qator o'zgarishlar va yangiliklar kuchga kiradi. Quyida ushbu sanadan kuchga kiradigan asosiy o'zgarishlar taqdim etildi. AI-80 benzini sotuvi to'xtatiladi. Aholi sifatli va ekologik toza yoqilg'i bilan ta'minlangan holda AI-80 benzinini avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida sotishni oldini olish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatiladi. Iste'molchilarning murojaatlarini ko'rib chiqishda yangi tizim joriy etiladi. Iste'molchilarning murojaatlarini ko'rib chiqish samaradorligini oshirish maqsadida iste'molchi, tadbirkor, nodavlat, notijorat tashkilotlar, davlat organlari tizimi yo'lga qo'yiladi. Ekologiya bo'yicha ma'lumotlar ochiq bo'ladi. Seysmologik onlayn platforma ishga tushiriladi. Platforma quyidagilarni o'z ichiga oladi: ehtimoliy zilzilalarning mintaqaviy ravishda bazalarini aniqlaydi. Nikohni rasmiylashtirishda tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatish talab etilmaydi. Tadbirkorlarga qo'shimcha ravishda kafolatlar taqdim etiladi. Xalqaro turizm akademiyasi Samarqand kampusi faoliyat boshlaydi. Nodavlat sud ekspertlari yakka tartibda faoliyat yurita boshlaydi. Normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilish platformasi ishga tushiriladi. Barcha mahallalar bitta reyestrda ishlay boshlaydi. 2025-yil 1-noyabrdan yakunlangan mahallalar auditi natijasida ular to'g'risidagi to'plangan ishonchli va dolzarb ma'lumotlar o'z ichiga olgan mahalla fuqarolar yig'inlarining yagona reyestri 1-dekabrgacha to'liq ishga tushiriladi. Hozircha bizda shular edi. Sog' bo'ling azizlar.